pichoqdan foydalanib, oddiy kraska bankasini qo'yib, bolgarkada drabilka yasaganman. Ya'ni don maydalovchi. Bu ham drabilka. Ya'ni mana shu pichoqni men ham aytishim mumkin. Mana shu pichoqni yasab beraman. 30 ming so'mga bitta kraska bankasiga shunday qatirib olsangiz, drabilka. Mana endi bizda ham 30 ming so'mga drabilkalar bor, deyishim mumkin. Lekin bu постоянный foydalanishga to'g'ri kelmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Hammalaringga salom. Mana bugun har xil yangilik bir o'zi ixtiro qilib ishlab chiqayotgan, har xil narsalarni ishlab chiqayotgan Samatov TV degan bir meni shogirdim desam bo'laveradi. Shuni xonadondaman hozir. Shuni endi batta ko'p narsalar, yangilik narsalar chiqaradi. Shunga sizlarga shu foydasi tegsin deb men o'zim to'g'riga bunaqani ortiqcha gapirmayman. Samatovni o'ziga beraman. Joni sog' bo'lsin. Assalomu alaykum qadrdonlar, hammalaring salomatmisizlar? Rahmat Mirzon tog'am bilan doim videolar ishlaymiz, birga, Xudoga shukr. Mana hozir o'zimiz ustaxonamizda ham sizlarga manfaatli video ishlamoqchimiz, Xudo xolasa. Qadrdonlar, biz o'zimiz boshida xalq uchun o'zlarining yasab olinglarni bu narsalar yasagan edik, ko'rsatgan edik, billa ko'rsatgan edik. Endi kelib shu narsalarni sotasizmi, soting degan gaplar bo'lgani uchun ustaxona qilib hozir shu narsalar savdosini boshlab olganmiz. Mirzon tog'a, Xudo xolasa, sizlarga shu texnikalar bo'yicha ularning narxi haqida ma'lumot beramiz. Shunga ketadigan motorini haligi qo'pol qilib aytganda, kalladek motor qo'yish kerak bo'lsa, mushtumdek motor qo'yib turib 1,5 million so'm yo 1 million so'm degan reklamalar bo'lganini ko'rgan odamlar aloqaga chiqib aytsaki, haligi mushtumdek motor bu apparatda maza qilib foydalanadigan narsa chiqmaydi. Masalan, men o'zim mana shu pichoqdan foydalanib, oddiy kraska bankasini qo'yib, bolgarkada drabilka yasaganman. Ya'ni don maydalovchi. Bu ham drabilka. Ya'ni mana shu pichoqni men ham aytishim mumkin. Mana shu pichoqni yasab beraman. 30 ming so'mga bitta kraska bankasiga shunday qatirib olsangiz, drabilka. Mana endi bizda ham 30 ming so'mga drabilkalar bor, deyishim mumkin. Lekin bu постоянный foydalanishga to'g'ri kelmaydi. Qadrdonlar, bu informatsiyalarni men jon kuydirib aytayapmanki, mendan sotib olishingiz shart emas, buyumni. Faqat sotib olayotganda ahamiyat qilinglar. Endi texnikamizga keladigan bo'lsak, endi bu yerda har xil narsalarimiz ko'p, lekin sizlarga men drabilkadan boshlab ko'rsatmoqchiman. Xo'p. Mana drabilkamiz, o'sha boshidagi formada ham ko'rsatganlarimiz bor. Mana bu yerda mana shunday pichog'i joylashgan. Ya'ni shu markazga tushgan hashaydir, dondir, mana shu 4 ta pichoq ikki yonga tarqatib beradi. Tarqatib bergandan keyin mana bu yerdagi o'tkir pichoqlar bu hashay va donni osongina maydalaydi, motorga nagruska kelmaydi. Mana ostidagi men tagidan ko'rsatayim, molotkoviy maktab pichoqlari bor. Bular udar bilan urib, o'sha hashaydir, dondir ichkaridan tashqariga chiqarib yuboradi. Xo'p, buni biz odatda mahaviy degan narsa, ya'ni mashinani motorning ichida bo'ladi, mahaviy xullas adashmasam qo'shib ajratib turadigan narsa. Korobka bilan nimani, Mirzon tog'a to'g'rimi? Korobka bilan motorni ajratib berib turadi, shunaqa mahaviy. Xullas shundan qilishadi, lekin biz mana uni 5 li lista qilib, mana ostidan 5 li lista qilib, mana shunday pichoq terdik. Buni taxminiy og'irligi 3 kiloni yon berdi, plus minus. Xo'p, nima sababdan biz buni yengil qildik? Sababi mana bu yerdagi motorga nagruska tushganda motorni atmotkasini tez shashatib qo'yadi. Bu tezda razgon olishi qiyin. Birinchi o'rinda masalan kuchat qo'shgandan keyin bu 3000 obrotga chiqib olguncha bir mashaqqat chekadi. Mabodo bunga hashaydir, dondir solib ishlatadigan bo'lsangiz, bu baribir o'sha nagruska tushgandan keyin 3000 obrotimiz 2000, 1500, balki 1000 obrotgacha tushishi mumkin. Tushgandan keyin bu narsani ichidagi hashayni chiqarib olishni yo donni chiqarib olishni kuchanayotgan bir paytda 15 kilolik mahaviy bunga oshiqchalik qiladi. Uni aylantirib olish yana bunga azob bo'ladi. Siz motorni tez orada atmotkaga olib borib, pachinlarni almashtirib, xullas apparatni charchatasiz. Qadrdonlar, hozir biz unaqaligi nima edi, mushtumdek motorni qo'yib sizlarga arzon narx aytmoqchi emasmiz. O'sha bo'ladigan, maza qilib ishlatadigan apparatingizni narxini aytib o'tamiz. Sizga yaraydiganini. Xo'p, qadrdonlar, mana shu ko'rib turgan apparatlarning ustida hampasi bo'ladi. Endi buni sizlar ko'rish uchun men pichoqlarni qo'yib qo'ygandim. Mana bu motori alyumin atmotkali, ya'ni ichida sim o'rami alyumindan bo'lgan. Alyumin atmotkaliklar bu pastroq tokka ishlovchan, keyin bu
Drabilkaga mana shu imенно shunga mos kelaveradi, lekin tegirmonlar uzoq muddat surakayiga 10 soat, 20 soat ishlaydigan, nagruska bilan ishlaydigan masalan suv nasoslariga alyumin отмоткаga tavsiya qilmaymiz. Lekin bizni drabilkamizga masalan 10 tadir, 5 tadir chorbez bo'ladigan bo'lsa, buni yarim soat, 1 soat ishlatishingizga bunga nagruska kelmaydi. Bemalol ishlatish imkoniyati bor. Buni narxi 2 million 400 ming so'm. Hozirgi kunda endi bu narsani motorlari narxi, temirning narxi o'ynab turganligi uchun buni narxi har xil bo'lib turadi. Masalan, hech qancha oldin buni 2 million 250 ming so'mdan ham reklama qilib qo'ygan edik. Endi hozir tan narxiga qarab turib 2 million 400 ming so'm qo'yapmiz. Xo'p, endi mana bu yerda mana bunday katta hampaligi, mana hozir bu kichkina hampaligini aytib o'tdim sizlarga 2 million 400 ming so'mligini. Mana bunday bo'yi balandroq, ya'ni og'zini ham ko'rsatasiz. Og'zi ham kattaroq bo'lgan variantini ham yasayapmiz. Xo'p, bu variantini istasangiz hampasini ham zakaz qilaverasiz. Tagidagi ham alyumin отмотка titan motor. Buni narxini qancha qo'yamiz? 2 million 600 ming so'm. Xo'p, buni narxi 2 million 600 ming so'm. Keyin yana bir narsani aytib o'tgan esimdan chiqdi. Bu narsani, masalan, apparatimizni tepadagi qosqonni mana u hampasini olib qo'yavermaysiz. Mana shu yonboshidagi mana yonboshidagi setkasini olib solib tursangiz bo'ldi. Mana shu setkasini almashtirasiz, don chiqarasiz yoki hashay chiqarasiz, bemalol chiqaraverasiz. Hozir mana bunisi qo'ybob, buni o'zi 4 xil setkasi bo'ladi. Bu qo'ybobi, ya'ni hashayni qo'ybob qilib mayin qilib beradi. Yana bittasi bor, mol bobi bor, donlar uchun 2 xil yana sorti bor. Xo'p, mana bulari don bobi, 2 xil. Haliga nimani ham bering, mol bobini ham. Xo'p, mana bu hashay uchun 2 xil, mol bob, qo'y bob. Bunisi donniki. Mana bunisi sal yirikroq chiqaradi, mana bunisi xuddi kepasini chiqarib beradi. Bu 2 million 600 ming so'm aytdim, setkalar ko'rsatdim. Xo'p, endi mana bu yerda yana boshqacha motorligi bor. Bu yerda korpusida unchalik farqi yo'q. Bu yerda mana bunday motorida farq bo'ladi. Xo'p, bu mis отмоткали ekan. Ya'ni Ariol mis отмотка. Buni narxi 2 million 800 ming so'm. Bularda kilovati xullas yaroqlilardagi 5 kilovat, 6 kilovat shuni ham yerda bo'ladi, lekin hammasi ham obroti 3,5 ming yozilgan, lekin 3 ming obrot bo'ladi. Xo'p, agar buni siz kichikroq motorligini ham xohlaydigan bo'lsangiz qo'yib berilaveradi. Masalan, 1 kilovatli emas, 3 kilovatli, 3,5 kilovatliklari ham bor. Uni motorlarni qo'yib beraveradi, u biroz arzonroq bo'ladi. Har qandayligida ham, masalan, alyuminligida ham, misligida ham arzonroq bo'ladi. Bunda siz faqat hashay, masalan 3-4 ta qo'yingiz, molingiz bo'ladigan bo'lsa, hashay chiqaradigan bo'lsangiz, sal masalan 1 minutda bitta press chiqarsa bu apparatimiz, uni 1,5 minutda chiqarasiz. Nima edi? Uni quvvati pastroq bo'ladi. Bu tomonni aytib qo'yish kerak. Uni narxi arzonroq bo'ladi, quvvati pastroq bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, agar doimiy siz don chiqaradigan bo'lsangiz, doimiy masalan makkani sotasi bilan chiqaradigan bo'lsangiz, bu apparatdan iloji boricha mana shunaqa misli yo'q bo'lsa alyuminli bo'lsa ham o'sha 6 kilovat, 5 kilovat yozilganidan olavering. Shu baquvvatroq hisoblanadi. Alyuminni birak yomon, misli yaxshi deydigan emas. Sababi 200 wattdan yuqori tok bo'lish kerak mis uchun, 180 dan yuqori tok bo'lish kerak alyumin uchun. Ya'ni tokbas joylarga alyumin olganlaringizni tavsiya qilaman. Yana bir narsa, mabodo ko'pchilikning molxonasi uyini etagida bo'ladi. Masalan, yashab turgan uydan o'sha yergacha bu mis kabeldan yo'q bo'lsa, xullas kabelda tok olib boradida, u yerda ishlatmoqchi bo'ladi. Bu uzoq masofada mis kabelda batarya bo'lib, tok quvvati pastlab ketadi. Apparatingiz ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun siz o'sha uyingizdagi travesdan prямо o'sha molxonangizga qaratib alyumin simda tok olib keting. Alyumin simda ham yuqori baquvvatroq bor. To'g'ri olib borib, drabilka uchun bitta rozetka qilib qo'yasiz. Bemalol ishlataverasiz. O'sha uyingizdagi tok quvvati o'sha molxonangizda ham bo'ladi. Masalan, 30 kilometrda misda ancha pastlab ketadi tok. Buni o'zimiz sinab ko'rganmiz. Xo'p, sizlarga video davomida bu apparatimizda hashay somon chiqardik, don chiqardik, bularni jarayonlarni qo'yib yuboramiz. Xo'p, qadrdonlar, hozir bahor kelib ancha kunlar issiq bo'ldi, lekin garelkalarimiz ham bor. Hozirgi kunda masalan atalab pishiradi odamlar, yo'q bo'lmasa choyxonaga ishlatishi mumkin. Shularga ham garelkalarimizni sizlarga ozgina ko'rsatib o'tamiz. Mana bu atrobotka garelka. Ya'ni buni yasashimga sabab 1-apreldan keyin yana albatta xalqqa biroz nagruska bo'ladi. Sababi yana limitlar oshyapti, narxlar ko'tarilyapti. Energiyani
kamroq ekonom nima edi, расходi kamroq bo'lishi uchun atrobotkadan ham foydalanib, mashinani, ya'ni chiqindisidan yoqiladigan garelka. Xo'p, bu garelkalarda biz bittasini havo yo'li, mana bittasini yog' yo'li qilib qilganmiz. Ya'ni yog'i mana bu yerdan tomib turadi buni. Hozir mana buni korobkasini topdim, bu motorning korobkasi. Korobka tugab qolibdi. Xullas ko'rmasdan nima edi, sizlarga korobkasini ko'rsatib reklama qilib beraman, endi ko'rsatib beraman-da. Bu motorda ikkita skor bo'ladi. Biroz ovozi balandroq, ustidagi korpusi plastmassadan bo'ladi. Mana shu holatda, mana shu nasosi bilan birga shu garelkani narxi 700 ming so'm. Agar mana bunday alyuminiylik bo'ladigan bo'lsa, bu samodelka o'zimizning motoristlar kelgan. Mana buni alohida quyilgan, ichiga motor berilgan, mana buni ichiga ham o'zini sxemalari bor, yana boshqa narsalari bor. Buni narxi shu bilan komplekt havo haydamasa bo'lmaydi-da bunga. Havosi uchun bu bo'lsa 900 ming so'm. Havosi uchun bu bo'lsa 700 ming so'mdan. Xo'p, bularda alangasi taxminan 50 sm dan 1 metrgacha alangada yonadi. Ya'ni atrobotka shamol haydaydi, yonadi. Bu ko'proq choyxonalarga, oshxonalarga, masalan 100 talik qozonga bemalol tagini alangasi egallaydi. Shu holatda расходi shu 2,5 litr, 3 litrni yonverda bo'ladi. Masalan 100 talik qozonni tagi alangasi egallashi. Endi aql o'zlaringiz hisoblab olaverasizlar. Bu soatiga aytdim. 1 soatda masalan bitta osh pishiradigan bo'lsangiz, demak ko'pi bilan 3 litr atrobotka bilan oshingizni pishirib olasiz. Bunda unaqangi hid yo'q. Sababi havo pudagandan keyin bu charimni singari qorayib, tutun chiqib yonmaydi. Xo'p, endi mana bunday kattaroq varianti bor. Bu varianti ham xuddi mana shu sxemadan, faqat bu kattaroq variant bo'lyapti. Buni bo'yi odam bo'yi barobar taxminan yonadi. Gazoblok uchun olishyapti. Ya'ni gazoblokka issiq temperaturada suv kerak. Masalan 60-70 gradus bo'lishi kerak, adashmasam. Shu gradusni chiqarib berish uchun gaz yoqadigan bo'lsa, gazga limit qo'yilgan. Qimmatga tushyapti. Tok yoqadigan bo'lsa, tok albatta u qimmatga tushadi. Atrobotkadan foydalanib gazoblok quyuvchilar mana shu garelkadan olishyapti, foydalanishyapti. Xo'p, hozir bizda xo'jalik ham bor edi. Shu narsa bilan o'sha oshxona, choyxona hamma yoqqa to'g'ri kelaveradi. Bemalol atalab pishirsangiz ham bo'laveradi, lekin hozir xo'jaligi bor. Bizga yoqilg'i atrobotkadan ham ko'ra arzonroq tushadigan variant. Olib kelib baqa. Mana bu, mana diskaga qilingan o'sha garelka. Xullas, hozir bu o'sha nima deydi, yangisi yasalgani qolmay qolibdi, o'sha qolib ketgan tovar qolibdi. Buni aytsangiz traz yasab berilaveradi. Buni narxi 700 ming so'm. Motori qora plastmassa, mana shu korpusli motor bo'ladi. Xo'p, qadrdonlar, mana bu yerda alyumin olaymi, mana bunday plastmassa olaymi deydigan odamlar uchun istasangiz buni oling, istasangiz buni oling deyveraman. Lekin mana buni motoristlarimiz o'rgitib qilib bera olmayapti. Mana bunisi zavodniki bo'lsa, bu samodelniy narsa. Lekin buni skori 10 ta taq burilib ko'tariladi. Buniki ikkita skor sirazi 5 ga uradi, sirazi 10 ga uradi. Nima edi? Biroz ovozi bor, lekin bundan topish muammo emas. Bu zavodnikiligi uchun. Buni narxi 700 ming so'm, buni narxi 900 ming so'm bo'ladi. Endi agar buni motoristlarga kutib deydigan bo'lsangiz, zakaz qilsangiz, albatta biz qanchadir muddat aytamiz, kutib turaverasiz, alyumin korpusli qilib berilaveradi. Mana bu bo'lsa, sizning ishingiz tezroq bitadi. Xo'p, qadrdonlar, bizni sizlarga sotuvga chiqarganlar narsalarimiz shu. Albatta, Samatov TV kanaliga ham bunday qadam bossalaringiz, erta sizlarning manfaatlaringiz uchun har xil videolar ishlab qo'yganman. Endi qiziquvchi odamlar uchun. Mana Mirzom tog'am joningiz sog' bo'lsin. Obunachilaringizga ham rahmat. Hammalaringiz sog' salomat bo'linglar. Kuzatib borish charchamanglar. Mirzom tog'a, xalq xizmatida sizdan charchamayman.